Turkmenistonliklar nuroniy otaxonlar tashrif buyurdi. Xush kelibsizlar. Salomat bo'linglar. O'zbekiston va Turkmaniston o'rtasidagi jahon bozorini ochilish marosimidamiz. Bugun 17-noyabr kuni ikki taraf prezidentlar bozorimizni ochib berdilar. O'zbekistonliklar albatta Turkmaniston bozori tarafidan o'tdilar. Xudo xohlasa ertangi videoroliklarimizda Turkmanistonning bozori tarafidan sizlarga videoroliklarni chiqarishda davom qilamiz. Demak, hurmatli do'stlar, yana Turkmanistondan delegatsiya mehmonlar bizning bozor tarafimizga o'tyapti endi Xudo xohlasa. Hey. Vatandaşlar, şunday bozorimiz rasman ochildi bugun. Eslatma sifatida aytib o'tib ketaman. Agar kimda kim Turkmaniston tarafiga o'tacak bo'lsa, farzandlaringiz bilan keladigan bo'lsangiz, обязательно metrikalarini va o'zingizni Zagram pasportlaringizdan olib kelinglar. Chunki Turkman bozori o'tish uchun, Turkmaniston tarafi o'tish uchun Zagram pasport обязательно kerak. Pasportingizda hech qanaqa pechat bosilmaydi, faqatgina registratsiya. Bozorga kirdi, bozordan chiqdi deb kompyuterga tushiriladi ekan. Tamom.